Samarqand shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, armiya, aviatsiya va flotga ko'maklashuvchi ko'ngillilar jamiyatlari Xalqaro ittifoqining 5-qurultoyi va Markaziy kengashning 14-plenumi bo'lib o'tdi. Unda yurtimiz hamda Belarus Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, Qirg'iziston respublikalarining mudofaaga ko'maklashuvchi tashkilotlari a'zolari ishtirok etishdi. Yig'ilishda Tojikiston Respublikasi Mudofaa vazirligi huzurida faoliyat yuritayotgan mudofaaga ko'maklashuvchi davlat muassasasi rasman Xalqaro ittifoq a'zoligiga qabul qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilot tomonidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berildi. Unda delegatsiya a'zolari vatanparvar tashkilot tomonidan yo'lga qo'yilgan yangicha ishlash tizimlari va erishilgan yutuqlarni ijobiy baholadilar. Samarqand shahrida bo'lib o'tgan yig'ilish davomida muhokama etilgan barcha masalalar puxta rejalashtirilib, amaliy natijalar bilan mustahkamlandi. Kelgusi yillar uchun ham aniq vazifalar belgilandi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida armiya, aviatsiya va flotga ko'maklashuvchi jamiyat tashkil topganining 100 yillik yubileyiga bag'ishlab tayyorgarlik ishlari va yirik tadbirlarni o'tkazish e'lon qilindi. Delegatsiya a'zolari tajriba almashish maqsadida vatanparvar tashkilotining Samarqand va Buxoro viloyatlari kengashi tasarrufidagi o'quv muassasalari, ularning moddiy-texnik bazasi va o'quv-tarbiyaviy faoliyati bilan tanishdilar. Xorijlik delegatlar uchun Samarqand va Buxoro viloyatlarida joylashgan tarixiy madaniy obidalarga ekskursiyalar uyushtirildi.